Hürmetli vatandaşım, yenilikçimizi devamlaştırımız. Hindistan ayıqның yörügeni yedi mi? Hindistan yılpizның börügeni yedi mi? Yüreklik alda acaba Cungo igvagarçılık kılalı diye bu mavzunu Cungolukla koyuptu. Aslı bunun söz tercümü söz mü söz ama sen mana tercüme kılınış gerek idi. Ben bir yerde söz mü söz tercüme kıldım. Demek yılpizдің yürügünü, eyiqның börügünü yiyiş arkalık Hindistan kuş taptı mı? Nemiş ki Cungo'gu igvagarçılık kılıdı da mavzu koyuptu. Bu mavzu koyğalla elbette Xitay yazgıcıladı. Bu haber 7. ayının 21. gün Venvitor biti ilan kılındı. Haber mındak başladı. 6. ayının oturlardan başlap Hindistan armiyası Cungo'nun Tibet rayoniga qanunsuz bösüp girdi. Bu birinci cümlege dikkat kılan hürmetli vatandaşım. 6. ayının oturlardan başlap Hindistan armiyası Cungo'nun Tibet rayoniga qanunsuz bösüp girdi. Hazırgıça bir aydak vaqt öttü. Hindistan asker çekindirmedi. Lekin Hindistan nemiş ki Cungo'ga igvagarçılık kılışqa şu derecede cüret kılalıdı. Hindistan'ın nüfusu coğrafi orni onun ulug'vor iradesi Asya'nın kelgisini belgileydi. Dikkat vatandaş. Hindistan'ın nüfusu Hindistan'ın coğrafi orni onun ulug'vor iradesi Asya'nın kelgisini belgileydi. Kelgisi de Cungo'ga xırs kılalaydıgan, Cungo'ga tehdit payda kılalaydıgan Yaponiya emas, Vietnam emas, fakat Hindistan. Kelgisi Cungo'ga tehdit payda kılalaydıgan Yaponiya emas, Hindistan, Vietnam emas, fakat Hindistan. Nurgun kişilerin nazarında Hindistan aciz bir devlet görünüdür. Biroq nurgun kişiler oylap yetelmedi ki Hindistan'ın devlet müdafiə ministeri qandaqlaça bugünkü Hindistan 1962 yıllık Hindistan emas diyelidi. Bu haberini Cungolukla yazıp oturucu mu vatandaşım? Şillan torbitinin haberiga asaslanganda ötken 30 yılda Cungo'nun iqtisad möcüzlik terakki qildi. Amdilikte Hindistan'ın iqtisadi möcüz terakki qilishi, möcüz sifat terakki qilishi basqıçga keldi. 30 yıl Cungo iqtisadi terakki qildi, endilikte Hindistan iqtisadi möcüzlik terakki qilish basqıçga kirdi. 2008 yılı pul muamele krizisiga taqabul turish uchun Cungo 4 trillion yuan ajratib iqtisodni rag'batlantirish shaklida iqtisodning taraqqiyoti, muqim taraqqiyotini bugungi kunigacha elib keladi deydi. Lekin Hindistan iqtisodga hech qanday rag'batlantirish chorasi qo'llanmadi. Fakat Hindistan xususiy şirketlerinin hayati kuchiga tayanib iqtisodning 6% taraqqiy taraqqiyotini saqlab qoldi. Demek bu yerda xususiy şirketlarni Cungo cheklayotir. Qarab ko'ring hammasini. Hozir xususiy şirketlar taraqqiy qilib muayyan chekka yetganda Cungo hukumati orqa-orqadan bularni qo'lga olyotir. Mesela şunday sebepler tufayli hozir Amerika qaçıp kelgan Govingi efendim şunun içinde. Lekin Hindistan nima deydi? Xususiy şirketlarning taraqqiyotini kapolatga ega qilib, Hindistan iqtisodining 6%ni 6% taraqqiy qilishni saqlab keldi. 2016 yilda Hindistonning milliy daromadi 7'de 1% o'sib, Cungo 6'da 7% saviyada to'xtab qoldi. Keyingi 3 yil ichida Hindistonning iqtisodi Cungo iqtisodini olqib taraqqiy qilganligining dalili bo'lib qoldi qo'rq paketlar. Kelgusi bir mezgil içinde Hindistan dünya boyunca iqtisadi eng tez taraqqiy qilgan iqtisod gavdasiga aylandi. Chet el kapitali hozir hadab Hindistonga eqib kiryotir. Hindiston ko'ngil bildigan yana bir nuqta shuki, yoshlarning umumiy nüfusi yosh quramida egallagan nisbati Cungo'da 37'de bir yosh. Hindistan'da 26'da bir yosh. Demek Cungo'da hazır yaşta deyilgen adamların yaşı 37 yaş atrafıda. Hindistan'da yaş yigitler, yaş adamlar deyilgen adamların yaş kuramı 27 yaşta. 26 yaş atrafıda. Yani bu Yaponiya, Amerika qatarlıq terakki kılgan devletler ve Cungo 30 yaşlık devletlerge aylandı.
aholi nisbati ve nüfus noktasida aytganda yuqorqi davlatlar o'rta yoshlik davlatlarga aylandi deyilsa, balki Hindiston urg'ib turgan yigitlik davrini boshdan ko'chirayotgan Hindistondir. Hindistonning vaziri Modining og'zidan tushirmaydigan bir gap shuki, davrda davlatning yosh bo'g'inlari 800 milliondan oshgan bir vaqt Hindistonda nima mo'jizalarni yarata olmaydi? Demak, hozir Hindistonda yoshlarning yuqoridagi 26 yosh saviya yosh quromi turganlarning umumiy soni 800 million. Mo'shundaq bir davlat nima mo'jizalarni yarata olmaydi deydi ekan davomli Modi, vazir Modi efendi. İqtisodni taraqqiy qildirish bilan birga Hindiston, ya'ni Amerika, Yaponiya bilan bo'lgan ittifoqdoshlikni ham kuchaytirdi. Hindiston bilan Jungo chegara surkilishayotganda Amerika, Yaponiya, Hindiston zo'r ko'lamda harbiy manevr o'tkazib, tarqatgan signal nima? Nayt aniqki, Hindiston bilan Jungo quruqlikda urush boshlagan aman Hindiston bir soat ichida Jungoning energiya qatnash va tashqi savdo qatnash yo'lini uzib tashlaydi degan signalni tarqatdi. Hindiston, Amerika, Yaponiya dengizda manevr elib birib nima signal tarqatdi? Demak, urush boshlangan hamon quruqlikda Hindiston bir soat ichida Jungoning energiya qatnash, tashqi savdo qatnash yo'lini uzib tashlaydi. Yana bir xabarga diqqat qiling, hurmatli vatandoshlar. Jungoning aloqador matbuotlari Hindiston askar chekindirmaydigan bo'lsa, Jungo taraf urushga tayyor. Dedi mavzuli xabar 7-ayning 21-kuni Metarbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Hindiston chegara surkilishi kaskinlashdi. Jungoning aloqador matbuotlari 21-kuni obzor e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo har ikki taraf o'xshash vaqt askar chekindirishga qo'shilmaydi. Hindiston avval askar chekindirish kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, Jungo taraf Hindiston bilan urush qilishga tayyor. Jungoning aloqador televiziyasi haftaning 5-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Hindiston Doklan yoki Donglan rayonida uzun muddat turib olishdan xiyollarda voz kechish kerak. Jungo ikki taraf birdek askar chekindirishga qo'shilmaydi. Avval Hindiston shartsiz askar chekindirish kerak. Obzorda mundaq ko'rsatildi. Jungo taraf Hindiston taraf kuchlantirib qo'ydi. Agar Hindiston davomli Jungo territoriyasida turib oladi ekan, Jungo tarafga eshib qolgani Hindiston bilan urush qilishdir. To'qinishli diplomatik munosabatlarning tashqarida hal qilishdir. Obzorda mundaq ko'rsatildi. Ozodlik armiya yaqinda Jungo Hindiston chegarasiga zo'r ko'lamda askar va lavozimot buyumlarni yo'tkadi va tog'i orasida harbiy manevr qildi. Bu harakatlarda Jungo o'yon ko'rsatayotgani yo'q. Armiya chegaraga yurish qildi. Davlat territoriyasini qaytarib olmay turib, Jungo armiyasi bu sababdan chekinmaydi.